Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana Yakkasaroy turar-joy maskanidamiz. Qurilish montaj ishlari va qanaqa sifatli mahsulotlarning ishlatilishimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Har bir kolonnamiz va regellarimiz 50-50 bo'ladi. Odatda 40-40 bo'ladi. Biz buni 50-50 qilishimizdan sababi buni zilzila bardoshliligini oshirish maqsadida. Obyektimizda to'liq pishig'ishdan foydalaniladi. Buni afzalliklarini obunachilarimizga aytib o'tirmasak ham hammasini o'zlari yaxshi bilishadi. 6-etajga ham chiqib oldik. Mana manzarani qaranglar, qanaqa go'zal. Hali yana 4 etaj qo'shilgandan keyin yana manzara go'zalligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, qisqacha armaturalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, har bir etaj kolonnamizda 4 ta 28 lik armatura ishlatiladi va oralarida har bir ikkitadan 25 lik armatura ishlatiladi. Regellarimizda ham xuddi shunaqa 28 va 25 lik armaturalardan foydalanamiz. Bundan tashqari 8 lik gladkiy sim deydi, o'shandan ishlatamiz. Bu armaturalarni qalin qilishimizning asosiy sababi mustahkamligi va zilzila bardoshliligini oshirishi. Oyog'imiz tagida turgan beton plita bizni ko'tarib turgan o'zi ikki xil plita bo'ladi, PK va PB bo'ladi. Bu PK'si bo'ladi. PB'sida armatura ishlatilmaydi, unda faqatgina sim ishlatiladi. Bunda faqat armatura ham, sim ham bo'ladi. Bu biznikini razmeri 59 ga 12. Bu degani 5 metr 90 santimetrga 1 metr 20 santimetr. Undan tashqari bu monolitdan bitta afzallik tomoni orasida ochiq bo'lgani uchun havoni bir xil ushlaydi. Bu degani termiz uni issiqda, sovuqda issiqda o'tkazmaydi. Shu uchun xizmat qilib keladi. Foydali ma'lumotlardan qolib ketmaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Biz sizlarga yaxshi ma'lumotlar berib boramiz.